Meni tabriklashlaring mumkin. Bugun men Instagram ortidan o'zimga mashina sotib oldim. Buni hammasi bundan 7-8 oy avval boshlangan edi. Men Instagramdagi bilimlarim orqali mutlaqo noldan 6 oy ichida $2000 oylik daromadga chiqaman deb challenge boshlagandim. Challenge'im 6 oyda emas, 8 oyda o'z mevasini berdi va men o'zimga birinchi mashinamni sotib oldim. Ya'ni Instagram ortidan birinchi. Va bu mashina ko'rib turganlaringdek Chevrolet Matiz Best mashinasi. O'zi aslida meni yoshimda bu Matizni ham olish oson emas va buni olganlar juda ko'p emas. Men buni bilaman. Nima uchun buni men ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqyapman? Bu hech qanaqangi maqtanish emas, zotan meni holatimda bu maqtanishga ham kirmaydi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda o'zini qanaqadir inamarka olganligi, dadasi gelik sovg'a qilganligi yoki uydagilari bilan nechidir oylab chet el sayohatlarida yurib turganligini hamma ko'rsatadi, lekin qiyinchiligini ko'rsatmaganligi uchun ko'pchilik yoshlar, ba'zi bir ota-onalar o'zlarining farzandlarini u yoshlar bilan taqqoslab yoki yoshlar O'zbekistonda millionta odam bo'ladigan bo'lsa, milliontadan bitta ikkita chiqib qolgan juda ham muvaffaqiyatli odamlar bilan o'zlarining hayotlarini solishtirib, o'zlarini baxtsiz his qilishlariga olib kelyapti. Va men aynan shuni yo'qotish maqsadida bu challenge boshlagan edim va bu challenge-ga men Toshkentda emas, viloyatda turib, ya'ni Qo'qonda turib, men bu natijaga chiqaman deb harakat qilishni boshlagan edim. O'zi hammasi bundan 7-8 oy oldin boshlangan edi. Soat biznesim bor edi, uy proyektim bor edi, hammasi minusga kirib to'xtagan va meni qo'limda bir dona 15 Pro Max'im bor edi va uni variantga olgan edim. Shu darajada men depressiyada edimki, umuman bir oy hech qanaqa ish qila olmadim. Balki o'sha hech qanaqa ish qilmaganligi meni yutug'im bo'lgandir. To'xtab, ozgina o'ylanishga menda vaqt bo'lgan. Taxminan may oyining oxirlarida Alloh taolo menga bir shijoat berdiki, mana shu challenge boshlashga qaror qildim. O'zi bu Matiz'ni olganimga ham ancha bo'ldi, lekin nima uchun endi qo'yapman desalaring, afsuski tan olish kerak, O'zbekistonda sizni qanaqa mashinada yurishingiz, qanaqa kiyinishingiz va qanaqa telefon ishlatishinizga qarab, sizni kasbingizdagi bahoyingizni qo'yishar ekan va afsuski ba'zi joylarda sizni hurmatingizni ham mana shu narsalarga qarab belgilashar ekan. To'g'ri, hamma ham emas, 100% odamlar mana shunaqa fikrlaydi deb qaror chiqarish xato bo'ladi, lekin menga duch kelgan balki 90% odam, ya'ni mijozlarim shunaqa bo'lib chiqdi va meni Matizda ommaga ko'rinishim yoki Matizda mijozlar oldiga suhbatga borishim meni tez daromadga chiqishimni to'sardi. Hayotimda o'zim ham guvoh bo'ldim. Bitta ikkita peragavorlarga Matizda borganligim sababli o'sha peragavorlar o'xshamadi deb o'ylayman. Bu challenge-da men mutlaqo nol holatdan Instagramdagi bilimlarimni yangilab, ya'ni Instagramni chuqur o'rganib, Instagramda xizmat ko'rsatish orqali oyiga $2000 daromadga chiqaman deb va'da bergan edim. Eslatib o'taman, bu natijaga chiqish uchun 1 millionlik sahifamni ishlatmadim. Chunki nimaga desalaring, o'sha challenge boshlab turgan arafamda 1 millionlik sahifam yo'q edi va men 1 millionlik sahifamni ishlatmagan holatda bu natijaga erishdim. Asosiy 1 millionlik sahifam ochilganligi haqida keyingi videolarda batafsil aytib beraman, lekin ishoninglar 99.9% bu natijaga chiqish uchun Instagramdagi sahifam foyda bergani yo'q. Va mana alhamdulillah 6 oy muddat qo'yilgan bu challengeimizga 1-2 oy farqi bilan erishdik va biz mutlaqo noldan Instagram orqali oyiga $2000 daromadga chiqishga muvaffaq bo'ldik. Aytishlarim mumkin, oyiga $2000 topadigan odam Matizda yurmaydi, u bevayda saniki emasmi deb. Yo'q. Chunki bu sohada bu pulni topish oson emas, lekin bu pulni topishdan ko'ra bu pulda stabil ushlab turish eng muhimi. Men bu challenge boshlashimdan maqsad o'zimni bitta yo'nalishda noldan natija qila olamanmi, yo'qmi o'zimga isbotlash. Nimaga variantga birorta mashina bosmadingiz, natijaga chiqishda oson yo'li shu bo'lsa desalaring, men shunchaki keyingi 5 yillik hayotimni u mashinani pulini to'lash bilan o'tkazdirishga emas, aynan topgan daromadimni mana shu sohaga investitsiya qilish, o'zimni bilimlarimni yangilash va mana shu sohada karyera qilishga sarflashga qaror qildim. Aytgancha, uni boshqa yo'li bor edi. Men sizlarga kurs sotishim mumkin edi. Birorta inamarka mashina olib, men 19 yoshimda o'zimga birinchi geligimni sotib oldim. Meni kursimga yozilinglar deb turib, sizlarni kursimda o'qitib, o'sha sizlar bergan puldan men kreditimni to'lab olishim mumkin edi. Lekin menga bunaqa hayot kerak emas, chunki hayotda missiya faqatgina yaxshi pul topib yashash emas. Aytib o'tganimdek, bu sohada ma'lum bir natijaga chiqishdan ko'ra, o'sha natijani doimiy ushlab turish eng qiyini va biz aynan shu topgan daromadimizni yangi mashina olish yoki uy olishga emas, aynan mana shu sohada o'zimizga kerakli bo'lgan investitsiyalar qilishga qaror qilganmiz va meni olib turgan kamera ham mana shu investitsiyalardan biri va bundan tashqari bo'lishi mumkin biz turli xil joydagi kurslarda qatnashishimiz, o'zimiz ustimizda ishlashimiz va mana kuni kecha biz o'zimizga kompyuter yig'dirib montajlarimiz uchun va mana shu ham mana shu investitsiyalar qatoriga kiradi. Va bizning bu 8 oylik harakatlar natijamizda hali olmagan pullarimiz bor va u pullarni olsak, bu challenge ichida biz yana qator natijalarga erishgan bo'lamiz inshaalloh. Xullas
Bu matizgacha bo'lgan yo'lda qisqacha tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Vaqtingizga rozi bo'ling va albatta sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu yo'lga qaysi strategiyalar orqali erishganimiz va bundan keyingi etaplarimiz qanaqa ketayotganligi, bu sohani haqiqiy qiyinchiliklari yoki siz biznesmen bo'ladigan, tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, Instagramda qaysi instrumentlar orqali savdoingizni 2x dan 10x gacha oshirishingiz mumkinligi va biz mijozlarimizga qanaqa qilib savdolarini 2x dan 10x gacha oshirib berganligimiz haqida real bilimlarni berib borishga harakat qilaman. Hozircha kurs sotish niyatim yo'q, lekin qaysidir etapga kelganda men o'zimni tayyor deb bilsam, balki kurs ham ochib qolarmiz.